Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana sizlar bilan uchrashmaganimizga ham 1 yildan ziyod bo'ldi, adashmasam. Mana shu davrda xabarlaringiz bor. O'sha bizni zapretga qo'ygan edi. Mana o'shandan ham chiqib oldik. Bu zapret davrida biz ko'p narsani o'rgandim. Mana shu xulosalar qildim. Xafa bo'lmayman, sababi kimlarni qandayligini ko'rib chiqdim va mana shu holatda adolatsizliklarni ham ko'rdik. Sudyalarning kimligini, tergovchilarning kimligini, xullas o'sha jamiyatni o'rganib chiqishga menga davlatimiz tomonidan ancha fursat berildi deb o'ylayman va o'rganib chiqdim. Adolatsizliklarni hammasini ko'rib chiqdik. Buning uchun davlatimizga rahmat, sababi o'z ustimda ishlashimga menga sharoit qildi deb hisoblayman o'zimcha. Xullas men hech kimning haqqini yemaganman, Xudoga shukr, shunisi bilan o'zimga o'zim hamisha olg'a yuraman. Sababi mana shu yurtimizdagi men holatlar bo'yicha chiqaraman. Hech qachon birovni haqqini yeb yoki birovni nimasini yeb yurmaganman. Lekin bitta achinarli, juda xafa bo'lgan tarafim shu meni ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarimda o'sha zapret davrida men yopgan edim. O'sha ishlatmagandim internetda, to'g'risi telefonlarimda ham, hattoki o'sha sensor telefonlarimda ham o'chirib, yashirib tashlagan edim. Hozirgi kunda ochsam, o'sha YouTube kanalim yopilib ketibdi. Facebook ijtimoiy tarmoq kanallarim butkul hammasiga o'sha bloklanib yopilibdi. Men hayron bo'ldim, buni qaysi yo'l bilan qilindi. Endi bu yerda meni aybim emas, bu yerda o'sha meni o'sha zapret paytimdagi holatimdan foydalanib ayrim shaxslar tomonidan o'sha kanallarim yopilibdi. Meni kuzatib boruvchilarga avvalambor rahmat, juda ko'p qo'llab-quvvatladi. Yo'lda yurganlarimda meni hurmat qiluvchilarni ko'rib faxrlandim. Mana xalqimiz tomonidan hurmat ozgina bo'lsa ham bor ekan, Allohga shukr. Qayerga borsam ham shu hurmat qilib kutib olishadi. Va o'sha ular tez orada mana shu ijtimoiy tarmoqqa chiqishimda va xalqni muammolarini yoritishimda yordam berishlarini juda ko'plab kelishdi, lekin ularga to'g'ri tushuntirdim. Biroz vaqt bor hali. Xudo xolasa inshaalloh mana shu kunlarga yetamiz deb. Bugun birinchi kunimiz, mana to'g'ri, endi zapretdan chiqqanimga 1 oylar bo'lib qoldi. Shu kungacha o'sha paytda sizlarga xabarlaringiz yo'q. Telefonim o'zidan o'zi negadir portlab ketdi. Akkauntlarim to'liq yopilib ketdi negadir, unisini ham bilmayman. Nimaganligini bilmayman. Xullas mana shu ortida mana endi bugun birinchi kun, shu niyat qildik. Inshaalloh hammalaringizni ijtimoiy tarmoq orqali kuzatib turgan, meni kuzatib turganlarga alangalik salom va Allohning yaxshi kuni, yaxshi oyi, ro'za Ramazon bilan hammalaringizga tabriklayman. Oilalaringizga tinchlik, xotirjamlik. Men eng yaxshi ko'rib hurmat qiladigan insonlarimga shu nima deydi, hech qachon oilalaringizda kamchiliklar bo'lmasin. Xalqimiz, O'zbekiston ahli juda ham yaxshi insonlar, bir-birlarini hurmat qiladigan. Shu Telegram kanallarimgacha yopilib ketibdi. Endi uzr so'rayman. Bu nima deydi? Mening aybim emas, qandaydir bu ham bir sababdir. Bunda ham bir hikmat bordir. Lekin shuncha vaqt juda ko'p obunachilar yiqqan edim. Shu 100 mingga yaqin bo'lib qolay degan edi. Afsus, mana shunaqa bo'ldi. Endi bu yog'i xalqimizga bog'liq. Endi o'sha obunachilarimiz ko'payish yoki ko'paymaslikda. Lekin men mana shu aholimizda, xalqimizda mana shu yo'llar qiynaladigan va mana shu shifoxonalarda shu orderlar, boshqalar
qiynalib kelayotgan xalqqa yordam berish. Men hech qachon birovni haqqini borib yeyish uchun yoki kimgadir men yordam beraman deb bormaganman, borishdan ham Xudo saqlasin. No, tuhmat ham qilishdi, ko'rishdi, mana Xudoga soldik. Hammasini Xudoga solganlarimiz jazosini olyapti, Allohga shukr. Ro'za Ramazon kunlari men yana aytaman, o'sha tuhmat qilganlar, nohaq meni jazolaganlar va o'sha nohaq tergov o'tkazganlarga Alloh bor, o'zi kifoya qilsin. Men kecha to'g'risi mana chiroyli narsani ko'rib qolib, qiziqib, bugun ijtimoiy tarmoqqa chiqishda ahd qilgandim. Juda qiziqdim, bir qarang, bir bejirim, bir chiroyli nimani ko'rib qoldim. Endi bu ham bir qiziqish. Mana shu men kecha Do'stlik tuman dehqon bozoriga bordim. Do'stlik tuman dehqon bozoridan xabarlaring bor, nimalar bo'lganini. O'sha joyga chiqishib, o'sha yo'l yo'riq ko'rsatganligim uchun katta rahmat aytishdi. Men ham ularga katta rahmat aytaman. Mana shunchagina bo'lsa ham hissam qo'shilganida o'sha bilishdi, rahmat, o'zi ko'p narsa qilganim yo'q, prosta tushuncha berdim. Bunday bo'ladi, bunday qilinglar deb o'sha sudga beringlar. Avvalo Xudo sud hamma narsani hal qiladi. O'zbekistonda hurmatli prezidentimiz tomonidan va shu davlatimiz tomonidan sudyalarga juda katta vakolatlar bergan. Eshitdik, sud zo'r o'tdi va sud o'sha xalqning nimasiga chiqarib beribdi. Eshitdim, hali ko'rganimiz yo'q, qog'ozini Xudo xolisa ko'rsak qarorlarni uni ham tanishtirib o'tamiz. Do'stlik tuman dehqon bozori, eski dehqon bozorini o'sha tadbirkorlarni tabriklayman yana bir bor yutuqlar bilan va kelajakda bu bozorni yana ham rivojlantirishda va yana ham go'zal bo'lishida hissalariga qo'shasizlar. Chunki sizlar o'sha tadbirkorlar sabab shu tumanimizga juda ko'p foydali ishlar bo'lyapti va mana shu tadbirkorlar tomonidan o'shalarni soliqlari, xullas aholiga yetkazib kelayotgan o'sha kartoshkalar, piyozlar, boshqa kiyim-kechak hammasi u yerda hech qaysi yo'qki, hissasi yo'q deydigan. Har bittasini o'ziga yarasha hissasi bor. Shu xalqimizga o'sha ozgina bo'lsa ham mana shu hissa qo'shib kelyapti ular. Chunki men o'zim tadbirkorlar oilasida tug'ilganman. Sababi butun oila mana shu savdo sotiq bilan shug'ullanadi, hattoki o'zim ham. Chunki boshqa yo'li yo'q. Nimadir qilib yashash kerak. Davlat ishiga yaramayman. O'sha oilam, ayolim bilan birgalikda ish qilib, tirikchilik qilib turamiz. Va men yana bir bor aytaman, Do'stlik dehqon bozorida xodimlarini o'sha tabriklayman. Ya'ni xodimlarimiz, tadbirkorlarni ularda iltimosi bo'lyapti mana shu davlatimizdan va rahbariyatdan o'sha Do'stlik tuman dehqon bozorini butun umuman hech qaysini qoldirmasdan yangitdan o'sha tizimni yaratib berishlarini iltimos qilyapti. Chunki endi men qanchalik rost yolg'on bilmayman. O'sha tadbirkorlar juda norozi. Endi ularda aytish bo'yicha korrupsiyaga botib ketgan deyapti. Endi qanchalik rost yolg'on, endi ular bilmayman, tekshirib ko'rishsin davlat tomonidan. Bor, mana prokuratura, departament tomonidan tekshirilsin. Haqiqatan ham balki bordir, bekorga gapirmaydi xalq, bekorga o'sha tadbirkorlar norozi bo'lmaydi. Mana yangi bozorda aytayapti, yangi bozor holatini tekshirsin deyapti. Ushbu holatlarni biz kuzatib boramiz, hali nimalar bo'ladi. Nima deyman, tumanimizda rivojlanishlar bo'lyapti, yo'q emas. Endi uni hammasini biz inkor qilib tashlasak ham bo'lmaydi. Lekin shu bizning vazifamiz faqat yaxshilikni yoki birovga paxta qo'yish emas, aholini qiynab kelayotgan muammoni yoritib borish va shuning ortida davlatimiz rahbari va mana shu davlatning mutasaddi rahbarlari va o'sha vazirlar bilsin va qandaydir yordam bo'lsa, mana shu narsalarni o'rganib chiqib yordam bersin xalqqa degan maqsadda qilamiz. Men bu kimgadir yomonlik qilish yoki biron bir maqsadim yo'qki, ularga yomonlik qilish niyatim ham yo'q. Xudo saqlasin. Faqat bizga mana shu yo'llarimiz, mana shu gaz, svet, mana shu sog'liqni saqlash, o'qishlar, mana shu masalalarda chiqib yoritib borish va ularga qandaydir ozgina bo'lsa ham yordamim tegsa, juda minnatdor bo'lamiz. Mana shu xolos.
Biz ko'p narsa so'ramaymiz, xalqimiz ham shunday, o'ziga o'zi teginmasa xalqimizdek, bizning O'zbekiston xalqidek xalq yo'q. Buni bot prezidentimiz ham aytadi, hamisha aytib boradi, bizning xalqdek yaxshi xalq yo'q. Shuning uchun ham mana shu prezidentimiz yaxshi ko'radi bizni xalqni. Hamma narsaga tayyor deb o'ylayman prezident. Xuddi hozirgi kunda to'g'ri, men ochiqchasiga aytaman, korrupsiyaga qarshi kurashaman deb aytmayman. Sababi kurashamiz deb mana ko'rdik korrupsionerlarda nimalarga egaligini. Men yakka o'zim qolib ketdim u yerda. No, endi mana prezidentdan mana o'zimizda kecha eshitib ko'rdim, mana televizorda aytyapti, qani prezident bilan olishib ko'rsin shu korrupsionerlar. Qani qayergacha borar ekan? Ana shu prezidentga qasam ichganlar, qani ko'ramiz korrupsiyaga. Mana ko'ryapmiz, qanchasini pora bilan olyapti, boshqa qilyapti. Lekin yaxshi olib boryapti. Mana shu yana ham umid qilib qolamiz. Bundan-da shu juda yashirincha yurganlar juda ko'p, ular kuchli. Biz prezidentimizga ishonamiz va prezidentimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Hurmatli o'sha eski obunachilarim, kuzatib boruvchilarim, meni kuzatayotganlar, o'sha endi mana kanalimizda yuritishni boshlaymiz yangidan. Qo'llaringizdan kelsa qo'llab-quvvatlanglar, kommentariyalar yozinglar, layklar bosinglar, imkoni bo'lsa obunalarni kuchaytirishda yordam beringlar. Shu sababi bizni ko'proq kuzatib borishlarda sizlarning hissalaringiz ko'p. Xudo xolasa mana shu xalqning muammolarini, o'sha hozirgi kunda eng achinarli taraflari mana shu juda ko'p xalq tomonidan e'tiroz bo'lyapti. Order masalasi bo'yicha sog'liq saqlashda juda ko'p muammolar bo'lyapti ekan. Endi muammo deganda qanday? Mana shu hozir o'sha sug'urtaga og'daryapti, sug'urta men emas, ijtimoiy himoya qiladi deyapti ekan, ijtimoiy himoya yo'q, bular noto'g'ri ketyapti. To'liq buni o'sha biz hammasini nima qilib, kompyuterlashtirib berganmiz. Bu masalada o'sha aynan o'sha sog'liq saqlash order bergandan keyin holatlar o'zi oxirida nuqtasigacha kelish kerak degan fikrlarni aytyapti. Buni qanchalik hozircha xalqning tushunchasi qiyin bo'lib, mana shu nogironlar juda ko'p qiynalyapti ekan. Orderni olib borsa, u tarafga pul o'tkazilmay, u taraf sen pul to'lamagansan deb ularni chiqarib yuboryapti ekan, orderingdan pul kelmayapti deb xuddi shunaqa holatlar bo'layotganmish. Endi bu bo'lishmishlar. Endi to'g'ri bizga chiqyapti. U narsani men o'sha paytlari meni o'sha yurishga, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda bu narsalarni chiqarishga zapret bor edi. O'shuning uchun qilinmagandi. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Endi xudo xolasa mana shunday holatlar bo'lsa, albatta ijtimoiy tarmoqda yoritamiz. Aynan o'sha nima muammo bo'layotgan bo'lsa, muammolarni olib chiqishga va davlatimizdan, rahbarlardan hamda prokuratura xodimlaridan yordam so'rab qolamiz. Tushunmaydigan joylarimizda. Chunki sababi mana shu davlatimiz, prokuratura, ichki ishlar ko'proq mana shu prokuraturagina ishonch katta. Sababi o'sha qonun buzilishlarini adolatli ko'rib borayotgan sudyalar va prokurorlar deb hisoblayman. Mana shu masalada hamisha ularga omad tilab qolaman, muvaffaqiyat. Mana hozirgi kunda ochiqchasiga aytaman, Jizzax viloyat prokuraturasi tomonidan juda ko'p ishlar olib boryapti va yana ham yaxshi ishlar olib borishda tilakdoshman. Sudyalar ko'rdik, mana kimlarni qanday ishlashini jarayonda kuzatib bordik. Adolatli sudyalarimiz yo'q emas. Endi mana vakolat berilyapti. Bularda o'shandan endi mana biroz ochilishlar bo'lyapti. Endi shu bir narsani so'rab qolardim. Shu sudyalar hatto o'sha birinchi muavini yoki o'sha raisni gapiga kirmasdan o'zlari mustaqil yana ham mana ko'rdik, mana Toshkent shahardagi, Toshkent viloyatidagi holatda o'sha narsalar bo'lmasa, yana ham sudyalar yani nima deydi, o'zlariga ishonch bilan hukmlar chiqaradi deb o'ylayman. Chunki endi bosim bo'lgandan keyin yuqoridan ularga ham qiyin, ularni ham tushunish kerak. Va shu umid qilib qolamiz. Prezidentimiz ularni aytayapti, sizlar hech kimga bo'ysunmaysizlar. O'zlari shu har bir sudya o'zi alohida
hukm chiqarish kerak, hech kim bilan maslahatlashmasdan. U o'zini bekorga aytmadi-ku. Avvalo o'sha davlatning o'zining o'sha yuragiga quloq solsin degan. Hukm chiqarayotganda o'ylab chiqarish kerak, chunki inson taqdiri yotib bu yerda. O'sha adolatsiz bo'lgan sudyalar jazosi ko'rilyapti. Ular o'sha adolatsizlar o'ylamasinki, meni hech kim bilmay qoldi deb, yo'q. To'g'ri, yuqori turuvchi rahbarlar ko'rmay qolishi mumkin, lekin Xudodan hech kim qochib qutula olmaydi. Hammaga rahmat. Ro'za Ramazon oylari yana bir bor muborak bo'lsin. Endilikda tez-tez uchrashib turamiz degan umiddaman. Hammaga rahmat.